Assalomu alaykum, hormanglar. Sizlar charchaymizlar? Bugun ideal magistraturaga o'qishga ketish chet elda qanaqa bo'ladi? Shuni ko'rib chiqamiz. Avvalambor o'zimni tanishtirsam, ismim Shojalil, familiyam Qosimov, Education rahbari va direktori hisoblanaman. Demak, ta'lim sohasidagi tajribamizga qisqacha to'xtalib o'taman. 11 yil bo'ldi bu yil, yubileydan o'tib ketdik va 2015-yilda Yevropada o'qish boshlanib, keyinchalik tadbirkorlik bilan shug'ullanildi va bu davrda ham talabalarga xizmat ko'rsatildi. Keyin Angliyaga borib o'qib keldik. Angliyada ham London School of Economics o'qidik, Oxfordda ham short programlar o'qib, keyin Yaponiyada ham xalqaro munosabatlarda o'qildi. Va shunaqa falsafaga kelindiki, qanaqa o'qish emas, qaysi davlatda ya'niki o'qish emas, qanaqa o'qish juda muhim ekan. Shuning uchun bu darslik ideal magistraturaga qiziqayotgan talabalar uchun. Demak, boshladik. Diqqatinglarni yana ham yaqinroq tortib, bu narsa olib kelib olsanglar foydali bo'ladi. Ozgina cho'zilib ketishi mumkin, lekin aniq foydali bo'ladi. Ideal magistratura deganda men o'zi ikkiga bo'lib olishni xohlayman. Birinchi, biz qaysi yo'nalishda ketyapmiz? Aniq sohalardami yoki umumiy sohalardami? Aniq sohalarga qaysi kiradi? Bu arxitektura, injineriya, muhandislik, kimyo, biologiya, fizika shunga o'xshagan sohalarda, ya'niki konchilik, ya'niki chuqur ilmga asoslangan sohalar bor va umumiy biznesga aloqador sohalar bor. Buni bo'lishi mumkin ekonomika, biznes analitika, finans, buxgalteriya va hokazo. Mana shuni ikkiga bo'lib olish kerak. Endi agar siz biyo tarafda, ya'ni biznes sohasida bo'ladigan bo'lsangiz, bu sizga juda ham 10x ko'proq foydali bo'ladi, lekin aniq sohasiga ham, aniq soha egalariga ham to'liq ko'rsatma beramiz. Shuning uchun ikkita yo'l berib ketamiz. Birinchisi aniq sohalar uchun, aniq sohalar. Ikkinchisi biznes uchun. Aniq sohani ichiga men bitta berib ketaman. Arch qilib arxitektura, fizika, injineriya. Injineriya va hokazo. Mana bitta biznes, marketing, finance, accounting va hokazo. Ikkiga bo'lib olish kerak. Endi magistraturaga ketayotganda siz o'sha bakalavrga ketmayapsiz. Bu yerda sizni qilishingiz kerak bo'lgan nuqta juda ham muhim. Siz qayerga qarab ketyapsiz? Davlat tanlashdan oldin o'zingizga B nuqtangizni aniqlashtirib oling. Mana bu yerda B sizda nima? B nuqta. Ya'niki chet elga o'qishga borishdan asosiy maqsadingiz nima? Endi men nima davlat hali aytmadim, chunki buni istalgan davlatda qilsa bo'ladi. Men o'zim uchun o'zimga ravo ko'rgan, o'zim ukamga, singlimga yoki farzandimga ravo ko'radigan variantni aytaman hozir. B nuqtada siz o'z sohangizda ekspert bo'lish. Hozir umid qilamanki, bu videoni ko'rayotgan bolalar уже $1000 oylikka chiqib bo'lgan. Chiqmagan bo'lsa, chiqib olinglar tez-tez. Va ekspert sifatida siz o'zingizning sohangizda bo'lmadi deganda $10,000 daromadga ega bo'lishingiz kerak. Voy deb yuborishingiz mumkin, lekin uning iloji bor. Realning bo'layotgan case nega 10 ming oldim? Chunki inflyatsiyani ham hisobga olmadim. Chunki B nuqtaga biz o'rtacha 3 yoki 4 yildan keyin erishamiz. O'rtacha magistratura yoshi 21 dan 24 gacha bo'ladigan bo'lsa, siz up to ya'niki 29 yoshgacha men chizib berishim mumkin. Chunki o'zim yoshim ham shu nuqtada va o'zim erishgan narsani o'rgataman. O'zim hali qo'limdan kelmagan narsani o'rgatmayman. Xo'p, bu mutaxassislik va qo'shimchasiga financial stability ham juda ham muhim. Ya'niki sizda passiv daromad bo'lishi kerak. Ishlasangiz, ishlamasangiz passiv daromad bo'lishi kerak. Shu sizning ideal nuqtangizda men o'zimga ravo ko'rganim uchun sizga ham tavsiya qilaman. Bizi endi davlatlarning qismida ko'rib chiqsak bo'ladi. Bizda doim variantlar bo'lgan, hammaning orzusi bo'lgan USA bor. Kanada bor. Hop, Australiya bor. Hop, UK bor. Yevropa bor. Endi men bularning ichida hammasini tanlayman va hech qaysisini tanlamayman agar strategiyangiz bo'lmasa. Strategiya qanaqa bo'lishi kerak? Siz o'qishga borganingizda qaysi kompaniyalar sizga qiziq, o'sha magistratura o'qiyotganingizda lokatsiyasidan kelib chiqib turib, ofisdan, darsingizdan bo'sh vaqtlaringizda chiqib ishla olasizmi? O'sha narsa juda ham muhim. Shu narsaga qarab filtr qo'yilishi kerak. Siz marketolog bo'ladigan bo'lsangiz, marketing kompaniyalar juda ham zich bo'lgan hududga borishingiz kerak. Uni ahamiyati qaysi davlatdaligini. Lekin 25 dan u yog'iga sezyapsizlarmi, bolalar qizlar vaqt juda ham tez o'tib ketyapti.
21larda ham уже bu narsani sezsangiz bo'ladi, vaqt qadrini qanchalik qadrlayotganingizga qarab. Vaqt uchib ketyapti. Shuning uchun men doim magistraturaga ketayotgan talaba bo'lib ham manba yo'nalishda bo'ladigan bo'lsa, biznesda bo'ladigan bo'lsa, eng qisqa magistratura programmasiga borish kerakligini tavsiya qilaman. Va miyada o'zi bir dunyo muammo borda. Viza beradimi? Nech pul? Eplay olamanmi? O'xshamasa-chi, u davlat tilini o'rganish, mana Yevropa davlatlari bo'ladigan bo'lsa, masalan, Germaniya, nemis tili, Italiya, italyan tili, ana kuni bittasi Fransiyaga ketyapman dedi. Fransuzchani bilasizmi? Ham yo'q deydi. Ya'niki ertaklarga ishonmang va bir gap bo'lardi bo'lmaydi magistraturaga ketayotganda. Tavakkalni o'lchab qilish kerak. Jarga parashyutsiz tashab turib, men tirik qolaman deb bo'lmaydi. Shuning uchun eng miyani xotirjam qiladigan narsa men tanlovimda bu Angliya bo'ladi. London deb yozib ketaman. Ya'niki magistraturaga ketayotganda London. Endi Angliyaga magistratura sira sizda chiroy yonishi mumkin, o'tda grant bermaydi. Beradi. Buni qilish mumkin bo'lgan yo'llari bor, lekin ular haqida yana alohida nasib bo'lsa qilamiz. Hozir bo'lsa pulli xarajatlar bilan ketadiganini ko'rib chiqamiz. Menga nimaga Angliya juda ham qiziq? Chunki magistratura 1 yil. Va ikkita taklifi bor 1 yillik magistraturani. Birinchisi 1 yil o'zi ish beradi. Siz kompaniyada rasmiy ravishda ofisda o'zingiz sohangizda ishlaysiz. Buni universitet ta'minlab beradi 80-90% holatda. Ikkinchisi bo'lsa, bo'ldi o'qishingni bitirding, 4 tomoningga yurur deydi. Shuning uchun unisida o'rtacha 18 oyga ishchi viza qilib beradi. Ishchi viza qilib beradi. Ikkalasi ham yoqimli. Ya'niki tanlov sizdan. Meni asosiy strategiyam sizni mana yo'nalishda, mana bu mutaxassislikda ketayotgan bo'lsangiz, hozir ikkita soha egalari bo'yicha ko'rib chiqamiz. Marketing bo'ladigan bo'lsa, asosiy magistratura o'zi 1 yil 12 oy emas. 8 oy o'qish bo'ladi. Ya'ni sentyabrdan maygacha olsangiz, u yoq-bu yoq 8 oy bo'ladi. Chunki sentyabrda boshlanmaydi, o'zi oktyabrda boshlanadi, may oxirigacha ham bo'lmaydi. Shuning uchun 8 oy o'qish davrini har xil o'tkazishingiz mumkin. Agar sharoitingiz bo'lib, kontrakt to'liq yopib qo'ygan bo'lsangiz, xarajatlarga kelamiz. Hozir har birini qadam-qadam xarajatlarini ham keltirib beraman. 8 oylik o'qishda xohlagan turdagi ishxonada ishlashingiz mumkin. Endi bu sizni budjetingizga qarab, agar kontraktingizni qolganini to'lab o'qiydigan bo'lsangiz, unda ish tanlamasligingiz mumkin, duch kelgan ishni ishlashga majbur bo'lishingiz mumkin. Bu mehmonxona, restoran, kafe bo'lishi mumkin yoki va hokazo. Baribir umumlashtirib aytganda qora ish bo'ladi. Undan keyingi qism menga juda ham qiziq. Ya'niki 4 oy va keyingi 2 yil. 2 yilda men bitta sir aytib ketaman, bolalar. Hozir ham bitta bolaga aytdim, ofisimizga kelgan bolaga aytdim. Sen uydagilarga 2 yillik magistraturaga ketyapman deb turib, ya'ni yolg'onga chaqirmayman. Primerni misol uchun tabiiy holatda buni sog'lom qabul qiling. 2 yillik magistraturaga ketyapman deb qo'shniga aytib turib, 1-yilda maza qilib o'qib ishlab nima bo'lsa ham, ikkinchi yilida daromad qilib turib, o'sha daromadga meni istagim bitta kvartiraga bo'lib to'lab qo'yish. Ya'ni boshlang'ich to'lov примерно $10,000 kvartira, umum narxi misol uchun $30,000 kvartira bo'ladigan bo'lsa, mashina 10,000 ni to'lab qo'yib, qolganini mana 3-yilda to'lab turib, o'z sohasida ishlab yursa, qaytib kelganida to ish topguningizgacha ham, O'zbekistonga moslashguningizgacha ham sizda to'laqonli xotirjamlik, halovat bo'ladi. Nega? Chunki sizni kelib turadigan joyingiz bor, pulingiz bor. Ko'chaga chiqqaningizda stressga tushmaysiz. Meni o'zimda bo'lgan narsa, bu passivim boshida bo'lmaganida shunaqa stress bo'lardi. Pulim bor, o'qishdan topib kelgan pulim bor. Lekin o'g'il bolada shunaqaki, har oy topgan puli qiziq. Uyda $100,000 puli bo'lsa ham har oy topgani qiziq. Adrenalini usha beradi. Shuning uchun biznesmenlar pensiyaga chiqqandan keyin kasal bo'lib qoladi. Endi bu alohida tema, lekin shunaqa o'rni kelganini aytib ketdim. Shuning uchun kvartiraga to'lab qo'yib, bitta passivniy qilib olsangiz bo'ldi. O'g'il bola bo'lasizmi, qiz bola bo'lasizmi, siz survival level, tirik qolish nuqtasidan to'laqonli nasib bo'lsa o'tib oldingiz.
yana bu disclaimer bor, ya'niki o'zingizni sohangizda mutaxassislikdan chiqib ketmasligingiz kerak. Bu davrlarda duch kelgan ishni qilishingiz kerak emas. Siz o'zingizni sohangizda marketingda qilishingiz kerak. Men shuning uchun Londonda o'qiman. Shuning uchun o'zim o'qigan Oksfordda yoki chet shaharlarni bermayapman. Nega chet shaharlarda boshida xarajatni o'zingiz bo'yningizga olib ketgan bo'lsangiz, biroz murakkab, biroz challenging, qiyinroq bo'lishi mumkin. Endi necha pul bo'ladi? Ketguncha xarajatimiz. Bu video 2026-yil yanvar oyida yozilyapti. Shu vaqtga moslab turib, men sizga xarajatlarni ham berib ketaman. Ashta o'chirib yozamiz. Angliyaga istalgan holatda IHS sug'urtasi o'rtacha $1600 turadi. Bu magistratura uchun. Viza xarajati o'rtacha $700. TBC deb yozib ketaman. Bu tuberkuloz testidan o'tib berishingiz kerak, bu ham $100 va bio deb yozib ketaman, biometrik ma'lumotlaringizni topshirishingiz kerak. Demak, 800, $2,500. $2,500 bu sizni o'qish kontraktidan tashqari aniq bo'ladigan xarajatingiz. Ya'niki siz Angliyaga harakat qilayotganingizda bu narsalardan aylanib o'ta olmaysiz. Lekin boshqa davlatga nisbatan, ya'niki Amerikaga nisbatan, Kanadaga nisbatan yoki Yevropaga nisbatan qimmatroq ko'rinishi mumkin. Lekin menga eng yoqimli narsa bu deyarli 100% viza beradi. Ya'ni boshida aytib o'tganimda, sizda xayol bo'lmaydi, viza berarmikan, ish qilib o'xsharmikan. Harakatda strategiyani ketishdan oldin olinadigan sertifikatlarni, xuddi misol uchun men doim ketishgacha bo'lgan tayyorgarlikni ham ko'p o'rgataman. Har bitta kelgan bolaga, kelsa sizga ham o'rgataman. Bu qanaqa harakat bo'ladi? Agar marketolog bo'ladigan bo'lsa, Siemens sertifikatlar, buxgalter bo'ladigan bo'lsa, SSCA sertifikatlari yoki CIM sertifikati bor, CPA sertifikatlari, CFA sertifikatlari bor. Bularni tagida ham yozib ketamiz, ko'rib anaqa qilsangiz bo'ladi. Endi xarajatga yana qaytib keladigan bo'lsak, 2,5 bo'ladi. Endi universitetni tanlovingiz o'zingizga bog'liq, lekin birinchi ketish kontrakt xarajati o'rta hisobdan 3000 dan start oladi. Lekin umumiy kontrakt xarajati 14 dan desak, to ketaveradi. Endi xohlagan kontrakt tanlasangiz, bu misol uchun 25 minggacha ham zo'r o'qishlar bor. 14 dan 25 minggacha. Ya'niki bu 3000 mana bundan olinadi. Qolganini ayrim universitetlar bor, bo'lib oyma-oy bo'lib to'lashga ham beradi. Bu yoqimli taraf shunda, ya'niki siz agar sharoitingiz deylik, mana bu 10 ming byudjetingiz bo'ladigan bo'lsa, siz Angliyaga qo'rqmasdan xotirjam qadam qo'ya olasiz. Hisoblasangiz bo'ladi, 2,5 ming, mana bu 3 ming xarajat bilan ketyapsiz. Bilet bilan qo'shganingizda 6 ming, 7 ming bo'lgan taqdirda yana borib yashashga, boshlang'ich to'lovlarni to'lashga ham imkoniyatingiz bo'ladi. Qolganiga o'qib ishlab ketasiz. Angliyada yaxshi strategiya, yaxshi tayyorgarlik, to'g'ri kutuvlarni sog'lom qo'ygan talabalarimiz borgandan 1 haftadan 3 haftagacha o'zini o'zi eplashni boshlaydi. Bu yerda ogohlantirib o'taman. Angliyada magistratura uchun borib o'zingiz kontraktlaringizni, o'qishlaringizni to'lab bemalol keta olasiz. Chunki bu bir marta bo'ladi. Siz o'qish davrida ham 8 oy ichida o'qib ishlab yopib olasiz. Xarajatlar temasiga ozgina xulosa qiladigan bo'lsak, bilet va 1 oylik yashash xarajatlari ham hammaga qiziq. Buni 2x gacha arzonlashtirish mumkin. Faqat uni internetdan, ChatGPTdan hozir shunaqa zamon bo'lib qoldiki, afsus shunga to'xtalishim kerak. Men o'sha odamlarga bitta ma'lumot berib, ChatGPTdan tekshiring deyishga majbur bo'lyapman. Lekin ChatGPTda norasmiy ma'lumotlarning hammasi ham yo'q. Ya'ni arzon biletlar yoki yashash joyini arzonlashtirish bu o'zbekona strategiyalar. Bu ishlab kelayotgan 10 yildan beri amalda bor bo'lgan narsalar. Buni kelsangiz aytib beramiz, buni internetdan chunki topa olmaysiz. Shunaqa qilib xarajatlaringiz ancha tejashingiz mumkin. Ya'ni kelishingiz, to'g'risini aytadigan bo'lsam, sizga plyusga bo'ladi. Men buni hisob-kitobda ham qilib beraman. Strategiyani qanaqa qilishimiz kerak? Bitta aniq master klass ko'rsatib ketaylik. Kelinglar, men shu sohaga master klass uchun finans sohasini tanlay. Men o'zim juda ham kuchli bo'lgan tarafim finans. Finansist inson eng zo'r tajribani, experience'ni bu Big 4 da oladi. KPMG, PwC, EY yoki Deloitte. Bu kompaniyalarga kirish yoki shunga o'xshagan BCG Consulting, McKinsey Consulting kompaniyalarga o'xshagan kompaniyalarga kirish uchun. Lekin bitta narsani aytib ketay. Bu yerda ketguningizgacha olishingiz kerak bo'lgan sertifikatlar bor. Hech bo'lmaganda SSCA ga
uchtasini olib ketishingiz kerak. Magistr bo'ladigan bo'lsangiz, o'zi olishingiz kerak bo'lgan narsa bu FR bo'ladi. FM bo'ladi. Performance management qilsak bo'ladi balkim. Shularni olib ketsangiz yaxshi. Agar buni bakalavr bolalariga ham aytamiz, chunki sizda bo'lishi bu kompaniyalarga tayyor rezume degani, o'qishni bitirishingizga siz aniq kiryapsiz. O'qishni bitirishingizga ishga kiryapsiz. Iloji bo'lsa, shunaqangi strategiya qilish kerakki, lokatsiyadan kelib chiqib turib, biza o'tirib, ochig'i men endi Londonni bilganim uchun har bitta universitetda oldida qanaqa ishxona borligicha bilaman-da. Qayerda qanaqa ishxona bor, ishxonani qanaqa qilib analiz qilish mumkin, qaysi ishxonada ish topsa bo'ladi. Internetdan, Google Map'dan ko'rganingiz boshqa, u experience based qarashingiz boshqacha bo'ladi-da. Shunaqa qilamizki, bizni nasib bo'lsa, borgunizcha ish topamiz. Yo'masa o'qiyotgan vaqtingizda kompaniyalarga kirib, qadama-qadam zinama-zina o'sha xohlayotgan kompaniyalarimiz kiramiz. Birinchi oddiyroq kompaniyaga kiramiz. Keyin recommendation letter olamiz, 2 oy, 3 oy ishlab turib, ruxsat olib, keyin kattaroq. Kirish nuqtalari bo'lsa, oddiy bitta huk bor. Menga pul kerak emas. Ishga olsangiz bo'ldi, men ishda ish o'rganib yursam bo'ldi. Mana bu narsalarim bor. Ol meni desangiz, uncha kompaniya oladi. Keyin shunaqangi o'tda xizmat qilishingiz kerak, kechalari bilan qolib shunaqangi harakat qilishingiz kerak. Sizni darsingiz bo'lib, ishxonaga kelmagan kuningiz farqli bo'lishi, pagoda qilish kerak. Qani, misol uchun Abdulloh yoki Azizbek, Sarvar, Sanjar misol uchun, qani degan narsa bo'lishi kerak. Ana o'sha nuqta sizni jackpotingiz. Ya'ni qayerdasan deb yozsa WhatsAppdan, o'sha yerda siz agar tekinga ishlayotgan bo'lsangiz, borib turib, boss uzri sal sharoit to'g'ri kelmayapti, kech payt ishlashga to'g'ri kelyapti, ozgina finansiy problemalarim bor desangiz, bo'ldi, o'sha problemani biz yopamiz, kontraktni to'lab beramiz deyishadi kerak bo'lsa. O'zimda deyishgan. Ya'ni boshimdan o'tgan narsani aytib beraman. Xullas shunaqa strategiyalar qilib turib, lokatsiyani tanlab turib, Angliyaga ketish, bizani nazdimizda B nuqtaga borish, xulosa qilar ekanmiz, kvartira olish, finansiy erkinlikka chiqish, sohasida mutaxassis bo'lish, hayot tajribasiga, musofirchilik tajribasiga ega bo'lish va bularni hammasini qilayotganingizda stresssiz viza отказ chiqib qolibdi, u o'xshamay qolibdi, bu o'xshamay qolibdi va mana davlatlarga o'xshab qo'shimcha til. Rosa ko'p bolalarda bo'ladigan narsa, Germaniyani men qo'llab-quvvatlayman, shartli ravishda nemis tilini bilsangiz. Italiyani qo'llab-quvvatlayman, italyan tilini bilsangiz yoki italyanning o'zini alohida temasi bor. Unga yana kiramiz. Kelsangiz esli aytib beraman ham. Lekin bolalarning ikkita problemasi bo'lib qoladi. Yana bitta til o'rganish kerak, keyin shu sohada mutaxassis bo'lish kerak. O'zi yoshingiz katta bo'lib qolyapti, siz magistraturaga ketyapsiz. Shuning uchun yana nimadirlarni o'rgangandan ko'ra sohangiz bo'yicha shunaqangi professional bo'ling. Chunki hozir gaplashgan talabam ham o'zi ekonomist, finansist nima qilyapsan desam, ingliz tilidan dars beryapman dedi. Men ingliz tili teacherlarga hech qanaqa tosh otmayman, faqat soha bo'yicha ishlanmayapti-da. Vaqtinchalik surviving uchun I accept. Okay, lekin o'sha u bitirdimi, bo'ldi, finansiz bo'lish kerak. Agar teacher bo'ladigan bo'lsa, nimaga narxozda o'qiyapti? Shunaqa masalalar bor. U yana o'tirsangiz, kelsanglar, to'liq o'tirib har bitta odamga individualniy case qilinadi. Men даже bir xilda viloyatlardan telefon qilishadi. Menimcha Qoraqalpog'istondangacha kelishdi, Nukusdan ham kelishdi oldimizga. Vodiy tarafdan, Namangan joylardan juda ko'p kelishadi. Menda ozgina hazilamiz, lekin jiddiy taklifim ham bor. Agar kelsangiz meni oldimga, konsultatsiyada gaplashsak, men sizga chizib berganimdan keyin maxsus siz uchun ism, familiyangiz bilan, misol uchun Muslima yoki qiz bola bo'ladi, to'liq konsultatsiya qilganimdan keyin, agar vaqtim bekor ketdi desangiz, men ketkizgan xarajatingizni ham berib yuboraman shu kunga. Bu behasil. Salomat bo'linglar, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Konsultatsiyada ko'rishamiz.